Salom azizlarim, tinchmisiz, omonmisiz? Hammalaringizga a'lo kayfiyat tilab, bugungi raskladimni boshladim. Agar siz hozir yolg'iz bo'lsangiz, bu rasklad aynan siz uchun. Kartalar sizga muhabbat, baxt va munosabatlarda qanday o'zgarishlar kelayotganini ko'rsatadi. Keling, kartalarni ochamiz. Menga obuna bo'lgan, like bosgan, kommentariya yozgan barcha insonlarni energiyalarini oldim. Qarshisidan chiqqanlarni energiyalarini oldim. Shifoli ochilim bo'lsin. Mana shu kartalar chiqdi. Bu kartalarni hozir yana qo'shimcha 3 ta karta olaman. Bunda nima deyapti? Hozir sizda o'tmishdagi inson, o'tmish oldin uchrashgan, sevishgan insoningiz, muhabbat yoki avvaldan tanish odamning energiyasi, xotira va sog'inchi bor. Ikkinchi kartamizda mana Karol Mechey, u inson hissiyotni ko'p ko'rsatmayapti. Aql bilan qaror qiladi. Tashqi tomondan sovuq ko'rinishi mumkin. Uchinchi kartamiz. Mana bu karta kulgili. Bunda qalbini yopib olgan, o'zini ehtiyot qiladi. Munosabatda darrov ochilmaydi. Mana bu kartamizda esa janjal va kelishmovchiliklar sekin-asta pasayishi, tinchlanish ehtimoli bor. Shunaqa energiya tushdi-da. Azizlarim, energiyalar shunaqa. Mana bu kartamizda mana Karol Kubkov eng kuchli karta. Bu yerda chin hissiyotli, lekin hislarini nazorat qiladigan erkak. Hissiyoti juda chin, jiddiy sizga, lekin nazorat qiladi. Ego bor, g'urur bor. Yolg'iz ayollar uchun ko'proq bu energiyalar tushibdi. Bu raskladda yolg'iz erkaklar har kim o'zini muhitiga olsin. Qarshingizdan chiqsa, demak siz uchun. Bu kun, chislo farq qilmaydi. Bugun ko'rasizmi, 2 oydan keyin ko'rasizmi, 10 kundan keyin ko'rasizmi, sizni energiyangiz tushgan, qarshingizdan chiqqan. Bu raskladda yangi yoki o'tmishdan qaytishi mumkin bo'lgan jiddiy hissiyotli erkak ehtimoli bor. Ko'proq yolg'iz ayollar uchun tushibdi. Erkaklar bo'lsa, ayollar, o'tmishdagi ayol. Avvaliga u o'zini ushlab turadi, ochilishi qiyin bo'ladi, lekin oxirida Karol Kubkov chiqqanligi bu muhabbat va emotsional yaqinlashish imkoniyati yaxshi ekanini bildiradi. Yana 3 ta karta qo'shimcha qilaman. Yana 3 ta olamiz. Muhabbatda nima gaplar yolg'izlar uchun? Mana 3 ta karta chiqdi. Bunda aytadi, sizni o'tmishdagi insoningiz, balkim yolg'izsiz, yangi muhabbat kelmoqda. Sizda mana o'zaro e'tibor, g'amxo'rlik va teng munosabat, juda chiroyli munosabat kelmoqda. Oilaviy baxt, muhabbat, totuvlik va jiddiy munosabat sizda turmush qurishni taklif qiladi. Izohda yozgansizlar, kommentlarda yosh turmush qurmaganlar turmush quradimi, shular haqida ham ko'ring deb. Balkim sizlarni ham energiyalaringiz eshiting. Endi sizda oilaviy baxt, muhabbat yolg'izlar uchun. Xoh yosh bo'ling, xoh ajrashgan bo'ling, farqi yo'q.
Ko'rdiz oldisidan chiqdi, demak sizga tegishli. Oilaviy baxt, muhabbat, totuvlik va jiddiy munosabat bo'ladi. Turmush qurish, oila qurish taklif qiladi endi bu muhabbat. Yashirin muhabbat emas, vaqtincha muhabbat emas, jiddiy muhabbat. Oila qurish va oilada mana shunday farzandlar bo'ladi, ahil-inoq yashaysiz, deyapti. Mana bu kartamizda. 3 ta karta tortdim, 3-inchisi. Hammasi asta-sekin, shoshilmasdan yaxshi tomonga boradi. Munosabatda muvozanat paydo bo'ladi. Muhabbatda baxtli va barqaror munosabat, hatto oila qurish ehtimoli bor. Yolg'izlik tugaydi, baxtli muhabbat va oilaviy baxt yaqin azizlarim. Ko'rdingiz, qanaqa chiroyli kartalar chiqdi. Mana shu yerda endi raskladimizni tugatamiz. Ertaga Xudo xohlasa ish yuzasida ko'ring degansizlar. Ish yo'llarimiz, baraka yo'llarimiz, oilaviy munosabatlar, oilada nima gaplar chiqaraman. Kartalar juda chiroyli chiqdi. Sizni o'zaro mehr, g'amxo'rlik va xotirjamlik munosabati kutishi mumkin. Hammasi shoshilmasdan asta-sekin o'z o'rniga tushadi. Agar bu rasklatim sizga to'g'ri kelgan bo'lsa, layk bosing, obuna bo'ling kanalimga. Izohlarda yozib qoldirasiz degan umiddaman. Hammangizga baxt, muhabbat, omad yor bo'lsin. Sog' bo'ling azizlarim.